Biz iblisga to'g'ridan to'g'ri gapirishimiz kerakmi yoki yo'qmi? Ba'zi masihiylar shunday qiladi. Ko'plar esa bunday qilmaydi. Kim haq? Mana bu germaniyalik tinglovchi Frederikdan kelgan savol. Assalomu alaykum Cho'ponjon. Cho'ponjondan so'rang nomli dasturning 1439-sonli epizodi haqiqatdan ham mening ibodat hayotim uchun turtki bo'ldi. Buning uchun rahmat. Men o'zimni chindan ham marhamatlanganimni his qilsam-da, siz bu yerda aytgan yana bir narsadan xavotirga tushdim. Bizning ibodat hayotimiz zaif bo'lganda, shaytonga buning yoqishi sabablari haqida gapirar ekansiz. Siz hatto unga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilib, unga buyruq tariqasida yo'ldan qochishini aytdingiz. Garchi gap nima haqida ekanligini tushunsam ham, mendagi xavotir ketmadi. Biz Xudoga ibodat qilayotgan paytimizda iblisga to'g'ridan to'g'ri gapirishimiz yoki murojaat qilishimiz mumkinmi? Ko'p jamoatlarda birgalikdagi ibodatlarda iblisga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilish, uni ayblash odat tusiga kirgan. Men bu amaliyot soxta deb hisoblayman, chunki buning uchun Xudoning kalomiga asoslangan sabablar mavjud emas. Biz hatto Yahuda maktubida shunday oyatni o'qiymiz. Bosh farishta Mixail Musoning tanasi haqida iblis bilan bahslashayotganida unga ta'na etuvchi hukm so'zlarini aytishga jur'at eta olmay, faqat Rabbiy senga buni taqiqlasin deb aytgan edi. Aftidan ba'zi odamlar Xudoga ibodat qilayotgan paytda iblisga to'g'ridan to'g'ri gapiradilar. Lekin biz shunday qilishimiz mumkinmi? Xo'sh, Xudo iblis va jinlarning borligiga va ularning xavfiga ortiqcha baho bermaslik uchun hamda iblis va jinlarning borligini va xavfini kichraytirib yubormaslik uchun bizga donolik bersin. Men ixtiyorimizdagi shu bir necha daqiqa davomida ana shu muvozanatni topishga harakat qilaman. Albatta, odamlar bu masalada turli qarashlarga ega. Biroq men ziyraklik va xolisona tarzda ushbu qarashlarni ko'rib chiqishga harakat qilaman. Bunga zamin tayyorlash uchun 3 ta dastlabki qisqa tavsiyalar. Birinchidan, iblis bizning asosiy muammoyimiz emas. Bizning asosiy muammoyimiz gunohdir. Bizning asosiy muammoyimiz bu o'zimizdir. Shuning uchun biz ruhiy kurashimizning asosiy qismini shaytonga va boshqa odamlarga emas, balki qalbimizdagi va hayotimizdagi o'z gunohimizga qaratishimiz kerak. Agar siz bunga erisha olsangiz, siz iblisni, raqibingizni mag'lub qilasiz. Xudo sizning muqaddasligingizdan zavqlanadi va agar siz gunohingizni ruhning kuchi bilan yo'qotish orqali erishsangiz, siz shayton va butun dunyo ustidan g'alaba qozonasiz. Shayton ko'zga ko'rinishni xohlamaydi. U uchun odamlarni tuzoqqa ilintirish va ularni gunohda ushlab turish orqali ularni yiqitish muhimdir. Demak, gunoh asosiy muammo hisoblanadi. Avvalo, bunga e'tibor qaratishimiz kerak. Ikkinchidan, o'zingizga chunki ichingizda bo'lgan, ya'ni Masih bu dunyoda bo'lgandan ustundir deb ko'p marta takrorlab aytishni hech qachon unutmang. Yuhannoning 1-maktubi 4-bob 4-oyat. Masih o'z o'limi va tirilishi orqali shaytonga qarshi hal qiluvchi va yakson qiluvchi zarba berdi. Shayton sizni yiqitishga qodir emas, lekin u sizning Isoga bo'lgan ishonchingizni yo'qotish va gunohda yurish vasvasasiga duchor qilishi mumkin. Siz allaqachon ega bo'lgan g'alabaga, buning uchun ruh hayotingizda ilk to'lovni amalga oshirganiga ishoning va shu g'alaba yo'lida yuring. Uchinchidan, Paulus Timotiyga 2-maktub 2-bob 24-26 oyatlarda aytgan jinlardan xalos bo'lish usulini afzal ko'ring. U Timotiyga janjalkash bo'lmasligi, aksincha u hammaga xushfe'l, o'rgatishga tayyor, sabr-toqatli bo'lishi kerakligini aytgan. So'ng u yana qo'shimcha qilib, qolganini Xudoga qo'yib berishini aytadi. Shuning uchun siz Xudo Timotiyga aytganiday ish tutganingizda, Xudo quyidagi ishni qilishi mumkin. Ya'ni, balkim Xudo ularga haqiqatni anglashlari uchun tavba qilishni berar, toki ularni o'z irodasiga asir qilgan shaytonning tuzog'idan ular ozod bo'lsinlar.
Bu masihiylik xizmatida iblis kuchini yengishning doimiy, tabiiy usulidir. Favqulodda kuchni va haqiqiy egzortsizmni, ya'ni insondan yoki joydan yomon ruhlarni yoki jinlarni haydash amaliyotini talab qilishi mumkin bo'lgan jinga chalinishning bir turi mavjuddir. Hayotimda shunday voqea sodir bo'lgan, lekin qutulishning oddiy yo'li bu shayton dosh bera olmaydigan haqiqatni ta'lim berish yo'li va shunda shayton qochadi. Chunki haqiqat Xudoning inoyati bilan odamlarning hayotiga kirib borishni boshlaydi. Demak, bu uchta dalda yordamida iblis bilan to'g'ridan to'g'ri qanday gaplashish kerakligi haqida mana shunday degan bo'lardim. Birinchidan, hech qachon iblis bilan muzokara qilmang. U butunlay yovuzdir. Shayton juda ayyor va yolg'onchi va u odamlarga tuzoq qo'yishda usta. Hech qachon iblis bilan savdolashmang. Iso sahroda buni qilishdan bosh tortdi. Biz buni hamma joyda qilishdan bosh tortishimiz kerak. Ikkinchidan, hech qachon iblisga ma'qullab gapirmang. Yuhanna xabarning 8-bobida Iso shaytonni boshidanoq yolg'onchi ekanligini va uning hiylasi ortida halok qilish niyati borligini aytgan. Shayton hatto yarim haqiqatni gapirganda ham bu yarim haqiqatni ma'qullamasligingiz kerak, chunki uning niyati tuzoqqa tushirish va aldashdir. Uchinchidan, hech qachon o'zingizga ishongan holda va mustaqil tarzda shaytonni hukm qilmang. Mana bu so'zlarga e'tibor bering. O'zingizga ishongan holda mustaqil tarzda shaytonni hukm qilish. Shayton ustidan bizda mavjud bo'lgan har qanday kuch tabiatan bizga tegishli emas. Bu Iso Masihning kuchidir. Isoning ishtirokisiz biz kuchga ega bo'lmaymiz. Bizda iblisning hiylalariga qarshi turish yoki ularni aniqlash uchun donolik yo'q. Bularning hammasini Masihdan olamiz. Aftidan bu yerda Yahudo maktubining 9-oyati noto'g'ri tushunilganga o'xshaydi. Hatto bu savolni bergan Frederik ham bu oyatni tushunmagan ko'rinadi. Frederik o'z savolida hatto farishta Mixael ham iblis bilan gaplashmagan deb aytish uchun bu matndan foydalangan ko'rinadi. Lekin aslida matn buning aksini aytadi. Bosh farishta Mixael Musoning tanasi haqida iblis bilan bahslashayotganida unga ta'na etuvchi hukm so'zlarini aytishga jur'at eta olmay, faqat Rabbiy senga buni taqiqlasin deb aytgan edi. Farishta Mixael iblis bilan gaplashyapti. Sen so'zi uning iblis bilan gaplashayotganligini anglatadi. Lekin u qilishga jur'at qila olmagan va biz qilishga jur'at qilmasligimiz kerak bo'lgan narsa bu iblisga o'zimiz nomimizdan va o'zimizning hokimiyatimiz bilan gapirishdir. Demak, u Rabbiy senga buni taqiqlasin deydi. Biz Isoning jinlar ustidan hokimiyati bo'lganligini va u jinlarga gapirganligini bilamiz. Masalan, Iso jim bo'l va undan chiqib ket deb aytgan. Markus xabari 1-bob 25-oyat. Biz uning bu vakolatni o'z shogirdlariga berganligini bilamiz. Ularga nopok ruhlar ustidan hokimiyat berdi. Markus xabari 6-bob 7-oyat. Biz bilamizki, nafaqat 12 shogird, balki 72 ta shogird ham o'z xizmatlari haqida hisobot berish uchun safardan qaytib kelganlarida ular shunday dedilar: Hazrat, jinlar ham sening noming bilan buyruq berganimizda bizga bo'ysunmoqdalar. Luqo xabari 10-bob 17-oyat. Sening noming bilan so'zlari ularning aynan shunday yo'l bilan jinlarni quvib chiqarganligini anglatadi. Iso ularni o'z hokimiyati bilan quvib chiqargan. Shogirdlar jinlarni Isoning nomi bilan quvib chiqargan. Ular ehtimol Isoning nomi bilan ket deb aytishgan. Shunday qilib, 1-Petrus 5-bob 9 va Yoqub 4-bob 7-oyatlar biz iblisga qarshi turishimiz kerak deganda,
Menimcha, 1 Petrus va Yoqub maktublaridagi bu amrlar iblisning hujumi shunchalik aniq va shafqatsiz holatlarni o'z ichiga oladiki, siz yo'q, Isoning nomi bilan meni yolg'iz qoldir yoki Isoning nomi bilan farzandlarimni yolg'iz qoldir, yo'qol, bu uydan ket deb aytishingiz kerak. So'ng Masihga murojaat qilamiz. Ha, biz Masihga murojaat qilamiz. Bu ehtimol e'tiborsiz qoldirilayotgan choradir. Bu paytda biz Masihga, Masihning va'dalariga murojaat qilamiz. Men seni hech qachon tashlab ketmayman. Men seni hech qachon tark etmayman. Men doim sen bilan birga bo'laman. Men seni qayta sotib oldim. Sen menikisan. Hech kim sizni mening qo'limdan tortib ola olmaydi. Men senga yordam beraman. Men senga qalqon bo'laman. Iymon qalqoningni qo'lingga ol. Mening va'dalarimga ishon. Men seni himoya qilaman. Agar menga ishonsang, sen eng buyuk g'olibdan kam bo'lmaysan. So'ng biz orom olamiz. Biz qudratli g'amxo'rligi ostida orom olamiz. Shunday qilib men ha deb javob beraman. Masihiylar iblis bilan shunday gaplashishlari mumkin. Lekin bu ularning iblisni hiyla nayranglarini yengish uchun odatiy har kungi usuli bo'lmaydi. Men aynan shu nomutanosiblikdan qochishga harakat qilyapman. Iymon, muqaddaslik va sevgidan iborat hayot odatiy holga aylanadi va Xudo bizga bu dunyoda iblisning hiylalarini yengishga o'rgatadi. Chunki biz Xudoning va'dalariga e'tibor qaratamiz va uning kuchi bilan o'z gunohlarimizni yengamiz.